tarozidan urib qolgan savdogarlari bozordan haydab yuborilgan. Tarixda savdo faqat foyda emas, mas'uliyat ham edi. O'rta asrlarda Markaziy Osiyoda bozorlar davlat va shariat nazorati ostida bo'lgan. Bozorlarda maxsus nazoratchilar, muhtasiblar faoliyat olib borgan. Ularning vazifasi tarozi va o'lchovni tekshirish, narxni sun'iy oshirishga yo'l qo'ymaslik edi. Manbalarda yozilishicha, aldov qilgan savdogarning ismi jamoat oldida e'lon qilinib, savdogarning do'koni vaqtincha yopib qo'yilgan. Agar savdogar aldovni takrorlasa, jarimaga tortilgan. Noqonuniy foyda musodara qilingan. Ayrim hollarda savdo qilish huquqidan mahrum etilgan. Aldagan savdogar uzoq yo'l yuruvchi karvonlarga qo'shilmagan. Unga hech kim omonatga mol bermagan, bozorda yolg'iz qoldirilgan. Bu jazolar iqtisodiy jihatdan savdogar uchun o'lim bilan barobar edi. Savdogar uchun eng og'ir jazo ishonchdan mahrum bo'lish, chunki o'sha davrda ham savdogarning obro'si uning daromadiga kafolat edi.